Ay! Ay! Edi? Nima edi bu? Voy jonim! Voy, tavba qildim, nima bu? Voy ilohi. Aya! Nima qilyapsiz bu yerda? O'g'lim, hali vaqt uxlashga. Yur choy ichamiz. Kelin, siz o'zingiz uxlavering. Yur. Shunaqa gaplar demay-ya. Bobur aka, uyqum kelyotdi. Uxlayveraymi? Yo, to'xta, uxlamasdan tur, hozir kiraman. O'tiribsiz-ku, suhbatlashib maza qiling. Bir tayinli gap ham bo'lmayapti-da, uxlaganim ma'qul ayajon, kiray. Yo'q, nima qilasan? Uxlaversin u. Choy ichib o'tiribsiz, o'g'lim. Dengizda suzamiz, delfin ustiga chiqasan. Bola, qayoqqa? Asaloyga oyi, bu yerda bo'lmayapti-yu. Oy, Tinchlikmi oyi? Asaloyiga borganingda oying qanday desalar, kasal oyim degan. Bo'pti, bormaymiz. Voy, bola, yur choy ichamiz. Ketdik. Kelinizchi. Damin olsin. O'g'lim, yomon tush ko'rdim. Senga aytib beray, bolam. Men tushda eshitib kelay. Borasizmi? Nima qilay boshqa? Poponi, ayam uxladi. Tushingasi uzun ekan. Poponim. Bobur aka, ana kuni ko'zi. Pishab kirgandir-da. To'xtangda men bir ko'rayda. Yurmayman o'ylab. Manaqaki so'loqman. Nima? Mana o'g'liz, xohlasangiz tushingizni ayting, xohlasangiz choy iching, xohlasangiz boshingizga yastig' qila oling. Amin, men ketdim. Poponim to'xta. Ketsa ketar. O'g'il bermoq, jon bermoqda bolam.